Tahlilimiz boshlaymiz. Ya'ni bisiktrisa hosilari bor. Hech bir chekmoqsiz bor. O'shanda 5-savol ko'ramiz. Birinchi variant 5-savol. Bizlarda x burchak so'rayapti. Ya'ni savol quyidagicha edi. A-si uchburchakning I nuqta bisiktrisa kesishgan nuqtasi bo'lsa, deyapti. E burchak so'ralyapti-da. Endi bu bisiktrisalar kesishgan nuqta bo'lganligi uchun hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda A3 dan yoki S3 dan shugacha chiqib borgan masofada bisiktrisalar bo'ladi-da. Chunki mana bu yerda mana bu burchakning alfa taqsim 2 desa, mana bu S burchak bo'lgani uchun bu gamma taqsim nima bo'ladi? 2. Demak, alfa taqsim 2, gamma taqsim 2 va x nolavoyni qo'shganimda necha gradus berish kerak? 3 burchakda turibdi-ku, 180 gradus berish kerak. Endi bitta me'marajni tashlab olsak, nima bo'ladi? Alfa, gamma, 2 x nolavoy teng 360 gradus bilan hammasini 2 ko'paytirib bersam. Xo'p. Endi yana bizda bitta tenglik bor. Mana burchak to'liq necha gradus? Kattasi alfa. Mana burchak to'liq necha gradus? Gamma. Uchta burchak necha gradus? 68 gradus. Hammasini qo'shsak necha bo'lishi kerak bu yer? 3 burchak-ku, to'g'rimi? Tashqarida mana. Da 3 buni. Mana bu alfa tasbih bo'lsa, mana bu alfa to'liq alfalar-ya. Mana to'liq gamma. To'liq tepa 180. 68. Shuni qo'shsak 180 bo'lishi. Shu yerda alfa bilan gammani topsak nimani beradi? 180 68 erganimiz keting. Alfa plus gammamiz barobar. Demak, 180 dan 68 ga tashlasak 112 gradus bo'ladimi? 112 gradus. Bo'ldi. Tepaga qaytamiz. Mana buni o'rniga necha qo'yaman? 112 plus 2x gradus teng 360. Demak, 2x deb turibsa, 360 dan 112 ni aytsak necha bo'ladi? 260, 250, 248 bo'lar ekan, adashmasam. 248 bo'ladi. X topsak, 2 ga bo'larsak va 2 4. 124 gradus. Tushunga? Bir variantga mos keladi. Endi birinchi variantda 20 soat ko'ramiz bo'ldi. Birinchi savoldan 20-savoli, birinchi variantdan 20-savol. A-si uchburchakda deyapti. Tak, seyol bisiktrisi. Suni yuqori olaylik-da. A-si uchburchakda seyol bisiktrisi degan joyi ham bor ekan. Seyol sidan L asosga bisiktrisa chiramiz o'tdi. Va bizda ma'lumotlar berilgan. A-si 12 ga teng deyilgan, mana bu 12 ga teng. S-ni 15 ga teng, ikkita tomon berilyapti ekan. Seyol uzunligi so'ralyapti. Seyolni men L deb qo'yay, bisiktrisa uzunligini. Va yana bizlarga berilgan ma'lumot A-ni L ga ko'paytmasi 59 ekanligi berib qo'yilgan. Bu ma'lumotku bolalar, bu Seyolni topish. Seyolni topish uchun uchburchak hamma tarafini topib olsam bo'ldi-ku. To'g'ri, uchburchak hamma tarafini topib olsam, keyin bitta formula yozib berganmiz, to'g'rimi? Ya'ni hamma taraf bo'lsa, bisiktrisani topish formulasi bor-ku. Buni qanday topaman? Men mana bu yerda x bo'lib, mana bu yerda y bo'lmaydi desam bo'ladimi? X y nisbati 12 15 ga nisbat. Bisiktrisani asosiy xossasi 3 ga qisqartirsak 4 taqsim 5 bo'ladi. Va mana demak, x taqsim y 4 taqsim 5, x ko'paygani y esa 59. Tushunaymi? Mana BALda LB, ya'ni x y ko'paytmasi deganida. Mana shu sistemadan x y topolsak bo'ldi-ku. To'g'ri. Qo'shib qo'yamiz yetadi. Xo'p, tepada mayda x topsak nechini beradi? X topsak 4 taqsim 5 y deb beradi. Va qo'shsak 4 taqsim 5 y kvadrat bo'lib qoladi, 59 bo'ladi. Y kvadratimiz 59 ko'paygan 5 taqsim 4 bo'ladi. Y'imizning qiymati nima bo'ladi? Adazosda 59 5 taqsim 2 bo'ladi. Bunda 2 chiqib ketadi. X qiymati nima bo'ladi? 4 taqsim 5, y o'rniga nima qo'yaman? Adazosda 59 5 taqsim 2 qo'ysak, 2 qisqarib ketsa, 2 adazosda 59 ko'paygan 5 taqsim 5. X qiymati 2 qo'shish kerak endi. 2 qo'shish kerak. X bilan y qo'shsak to'liq taraf beradi-da. B A va uzunligi nimaga teng ekan? Uncha zo'roq usulda ketib qoldim, buni ham qo'ydim.
Tuyg'ulayım, ko'rmadim da. Evet. Abuzunluk nima geldik? Abuzunluk ikoni yig'indisi geldi. Ikoni qo'shsak necha bo'ladi? 2 taqsim 5. Mana bu x ga qo'shayotgan. 2 taqsim 5. O'z ostida 59 u 5 ko'paytirib o'tirman. Plus 1 taqsim 2 o'z ostida 59 u 5. Mana bu joyga bir xil ikoni ham ortda sonlar qo'shib qo'ysak bo'ldi. 2 taqsim 5 ga 1 taqsim 2 ni qo'shsak necha bo'ladi? Men mahraj berib qo'shamizga to'g'rimi? 10. Tak, bunga 2 kerak, bunga 5. 9 taqsim 10 o'z ostida 59 ga 5 holatga keladi. Demak, mana bu uzunligingiz kelib chiqdi. Mana shunga teng. Endi L ni topish uchun bizda bir nechta variant borda. Mana bu variant ham bor, eng qulayroq deb o'ylayapman. Eslaringlar bo'lsa, 2 AB orasidagi o'lchak kosinus gammasi taqsim A plus B. Eslaringlar bormi shu formula? Ya'ni mana ikki chetni ko'paytirib, shu ikki chetni yig'ib, o'rtada mana burchakni kosinusini topib gamma taqsim x'ni hisoblab qo'ysak ham bo'laveradi-da. Xo'p, buni topish uchun menga mana burchak kerak. Hozir men mana formuladan foydalansam juda qiyin chiqib ketadi deb o'ylayapman men. Misol uchun AB, misol uchun A plus B plus C, keyinchi A plus B minus C degan formula borki, sayla bo'lsa yozib berganman. A plus B degan formula. Bunda menimcha qiyinroq chiqadi misol. Shunga undan ko'ra kosinus topib, mana bu formulaga qo'yganimiz qulayroq. Chunki A bilan mana 12 ga 15. Bitta mana kosinus topish mumkin, bo'laveradi. Shunga xo'p, shu kosinus topamiz hozir. Formula qo'yamiz keyin. Bizga siqtirolsak kerak menimcha. Ketdik. Mana bu ko'paytmani ham sal kichikroq qilib tepadan yozishimiz kerak ekan joyini vaqtlarda. Demak, bizga ma'lumot berildi. A yil, B yil ko'paytmasi 59 deb va bizlardan L so'rayapti. Yuqori qiyos qo'yib ketdik, boshlaymiz, qaraymiz. Kosinus topamiz, mana buncha kosinus gammasi. Qanday? Mana bu kvadratni kosinus teoremasidan ketaman bolalar. Tushundingmi? Mana buning kvadrati, mana bu turgan. Teng. Yani buni kvadratni nechiga teng? Mana bunga teng. To'g'ri, 81 taqsim 100 deb boshlayman, to'g'ri. 81 taqsim 100 59 ko'paygan 5. Shu kvadrat. Teng. Mana bu kvadrat 144 plus mana bu kvadrat 225 minus 2 formulada bor. Ikki chetni ko'paytmasi necha bo'ladi? Hayvay yozaverik. 12 ga 15 kosinus gamma. Haliki kosinus gammani topgandan keyin gamma taqsim 2 ni topish kerak. Yarim burchak bo'yicha topib ko'ramiz. Bo'lmaydi. Trigonometriyaga o'tganmiz ozgina. Mana buni qisqartirsak, bu yerda 20 qoladi. Tepadachi 81 ko'paygan 59 taqsim necha? 20 bo'ladi. Mana bu ikkovini qo'shsak necha bo'ladi? 9 6 3. Minusdan xo'p 300 adashmasam 60 bo'ladi bu yerda. Shunda kosinus 360 kosinus gammani teng 81 59 taqsim 20. Uzr, xato ketdim. Buni bu yoqqa o'tkazdim, bu yoqqa o'tadi-da, 369 orqasiga o'tadi. 81 59 20. Demak, shundan kosinus gammani topayotgan bo'lsak nima bo'ladi? Teng. Qarang, nima qilaman. Mana bu 20 ko'paytirib, buni ham ikkovini ko'paytirib ayt tashlayman chiqqan joy. Bo'ladi ishlar qilsak. O'zi shunaqa bo'ladi-ku. Kalkulyatordan foydalanamiz, nima bo'lsa bo'ldi. Xo'sh. 369 ni 369 ni ko'paytiraman. 20 ga ayiraman. 81 ko'paytirilgan 59. Mana 2601 taqsim 20 bo'lar ekan. Bo'lingan 360. Ko'paytma bo'lib o'tadi. 2601 taqsim mana bu nima bo'ladi? Bitta chappaylar pastga ko'payib ketib qoladi-da. Ya'ni necha? 360 20 ga ko'payami? 7200 bo'lib ketadi. Bu kosinus gamma chiqdi. Demak, kosinus gamma taqsim 2 kerakda. Kosinus gamma taqsim 2 nimaga? Ikkilagan burchak formulasi bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni kosinus gamma taqsim gammamiz barobar kosinus kvadrat gamma taqsim 2 minus sinus kvadrat gamma taqsim 2 mi? Mana buni ham yo'qotib beraman. Bunday kosinus kvadrat gamma taqsim 2 minus 1 minus kosinus kvadrat gamma taqsim 2 da. Shunda yana kosinus kvadrat gamma taqsim 2 topsak nima bo'ladi? Mana kvadrat bor. Kosinus kvadrat yo'q, adashib turibdi.
Demek kosinus gamma beraber nechta bo'ladi mana bu? 2 ta kosinus kvadrat gamma taqsim 2 minus 1. Soddalashtirsak shuni beradi. Endi shu yerdan kosinus gamma taqsim 2 ni topsak nima bo'ladi? Mana kosinus gammani yoniga 1 o'tadi biz bu. Keyin 2 ga bo'linadimi? Va bu ildizga ham shu kerak bo'lsa. Ya'ni kvadrati bor. 1 bu yoqqa o'tadi, 2 ga bo'linadi, kvadrat yuqoriga yoqqa tashlanadi. Bo'ldi. Ana endi bu hamcha oson chiqmaydi, bu ham ishi ko'p ekan. Lekin juda oddiysan chiqib qoladi-da, mana shu biletni javoblar ham oddiy ekanda. Demak, ildiz ostida nima qilamiz? Pastda 2 turaverib, mana buni nechta qo'yaman? 2601 taqsim 7200. Mana shu 99 9 qisqaradimi? Qisqarar ekan 9 ga. 9 ga qisqartirsak necha bo'ladi? Hayvani, mana shu uzoqroq qilib yozib ketaveramiz birdan qisqartirib. 9 ga bo'lsak 800 plus 1. Mana 9 ga bo'lsak 26 ning ichida 9 ikkitadan bor. 80 ning ichida 8 tadan bor. 81 ning ichida yana 289 bo'lar ekan. Adashmasam. To'g'rimi? 26 ta 2 ta 80 ichida 8, 81 ichida 9 to'g'ri. Bo'ldi, taqsim 2 ham. Davom ettirsak, mana 1600 bo'ladi hozir. To'g'ri, mana nega bo'linib kelsa pastga keladi ekan. 1600 bo'ladi. Mana 8 ga 289 qo'shilib qoladi. Necha bo'ladi? 1089 bo'ladi shundayda. 1089. Xo'sh, tepa 1600 dan necha chiqadi? 40 mi? Ildizda turibdi-ku mana. Pastda 40. Mana 40 chiqadi. 1089 ni 9 karra necha desak bo'ladi? Chunki 9 ga bo'linayotganda 9 ga bo'lsak, xo'sh. 9 ga mashina. 9 karra nechida? 9 dan 3 chiqadidagi ketib 9 ga bo'lib ketaman. Ichida bittadan bor. 18 ichida 2, 121 ga 121 o'zidan chiqadi. 11 chiqadi. To'g'rimi? 33 kvadrat ekan bu. 33 taqsim necha ekan? 40. Ana ekan. Tushungan? Bo'ldi, kosinus gamma taqsim 2 ni topdik. Bo'ldi, tugan. Endi bizlarga biskirisi uzunligi qanday edi? Formulasi mana shu qilib olamizmi endi? Qaraylik. Yuqorida boya yozib bitta formula. Shunga qo'yib ketaveramiz. L barobar 2 ko'paygan 2 chetni ko'paytmasi, ya'ni 12 ko'paygan 15. Ular orasidagi burchak kosinus gamma taqsim 2, ya'ni 33 taqsim necha? 40 chiqdimi? Taqsim 2 chetning yig'indisi. 2 chetni qo'shsak necha bo'ladi mana ikkovini? 27 bo'ladimi? 27. Bo'ldi, mana shu hisoblash kerak endi. Teng, mana shu yerda hisoblab tashlaylik qani, qanday bo'lar ekan? Mana bu ikkovi ketsa, mana yerda 20 qoladi. Mana bu ikkovini 5 ga qisqartirib bersak, bu yerda 3 qoladi. Buni 5 ga qisqartirganim uchun 20 qoladi-ku bu yerda. 4 qoldi. U 4 bilan mana 12 ni qisqartirsak, bu pastda qolmay qoldi, bu yerda 3 qoldi. 3 bu 9 degani. To'g'rimi? 3 kira 9 degani. Mana bu bilan 27 ni qisqartirsak, pastda 3 qoladi. Bu 3 bilan 33 ni qisqartirsak 11 qoladi. Demak, javobimiz 11. Tushunarli bo'ldimi menimcha? Mana shunday tartibda ishlab ketaverasizlar. Sal hisob kitobi vahimali bo'lar ekan-ku. Nima lekin chiqdi-ku. Marhamat, doskani ko'chiraylik-da. Ikkinchi variantdan birinchi savol. Diqqat, nima degan? Ma'lumotlar berilgan. A va B C mana 12-16 deyilgan. Mana bu yerda A C bilan D parallel deyilgan. Tushungan? Va bizlardan so'rayotgan narsa BDI mana bu uchburchakning perimetrini toping deyapti. Bu uchburchak perimetri qanday topaman diqqat bilan eshitinglar. Mana bu nuqta biskrisalar kesishgan nuqta ham deb gapirib qo'yilgan. Endi nima qilaman eshitinglar. Ay bu yerimda bitta chiziq toshsam, diqqat bilan meni gapimni eshiting. Mana bu biskrisa bu bo'ladi. Yaqin. Majbur chunki biskrisalar kesishgan nuqta deb gapiryaptimi? Demak, mana bu nuqtadan bergacha bo'lgan masofa biskrisa bo'lib chiqadi. Biskrisa bo'lib chiqdi degani mana bu yerdagi burchak alfa taqsim 2 bo'ladi. Beram alfa taqsim 2 bo'ladi. Diqqat, mana ikkovi parallel bo'lganligi uchun mana alfa taqsim 2 bo'lsa, mana ham shu alfa taqsim 2 bo'lishga majbur. Chunki bitta narsani men gapirganman. Parallel to'g'risida kesib o'tish to'g'risida bo'lsa, mana bu yerdagi burchak qanday bo'lsa, mana bu ham xuddi shunday bo'ladi, to'g'rimi? Bu yer qanday bo'lsa, mana bu ham shunday bo'ladi.
Demoqchi bo'lgan mana bu bilan mana bir xil. Demak, mana bu yerdagi bilan mana bu yerdagi burchak bir xilmikan? Demak, mana bu teng yon ekan. Mana bu teng yon ekan, mana bu. Demak, men mana shu burchak masofachani x deb qarasak, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani x deb qarasak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham nimaga teng? X ga teng bo'ladi. Endi yaxshi. Mana bu yerga ham bitamda tushirsam, bu ham xuddi shunday. Mana bu yerga gamma taqsim 2 bo'lsa, mana bu ham gamma taqsim 2 bo'ladi va parallelligicha mana bu ham gamma taqsim 2 bo'lib beradi. Tushundingmi? Demak, endi qaranglar. Mana bu ikkita tamom teng. Demak, men bu yerda y olsam, mana bu yergacha bo'lgan masofa ham y bo'ladi. Hamma shunday menimcha. Diqqat. Endi jami masofa necha edi? 16 edi. Mana bu nechaga teng bo'ladi? Maygacha bo'lgan masofa 16 minus y ga teng bo'ladi. To'g'ri? To'liq masofada mana masofachani olib tashlasa, mana shu burchak mana kelib chiqadi. To'g'ri? Mana to'liq 12 edi. To'liq 12 dan mana x olib tashlasak, ya'ni 12 dan x olib tashlasak, uchburchak mana tarafga kelib chiqadi. Uchburchak perimetrini so'rabdi. Uchburchak perimetri endi quyidagicha topiladi. Diqqat ketdik. Uchburchakning perimetri p hamma taraf yig'indisi. Mana taraf 12 minus x plus mana bu taraf x plus y, mana o'zimizga x va y. Plus mana tarafimiz esa 16 minus y. Demak, shunda perimetr necha chiqadi? 28 chiqadi. Hay, mana x sal ketadi, mana y taraf sal ketadi. Ikkovini yig'indisi. Tushundingmi menimcha? Bu perimetrni topdik. Perimetrimiz 28 ga teng ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. Uchinchi savolimiz. Uchinchi savol nima deyapti? Savolda ay mediana deyilgan. Mana bu bisektrisa deyilgan. Mana bu yerda burchaklar tenglikka bo'lib chiqadi. Mana bu yerda tenglik bu. Endi mana bu keskin nuqta F nuqta deyapti. Diqqat. Keyin F va FA 1/3 nisbatda deyapti. Ya'ni mana bu yerda x bo'lsa, mana bu yerda necha bo'ladi shundayda? 2x bo'ladi-da. Xudolar ish bo'yicha. Bizda endi so'rayapti. 3 edi, mana shu x bergan ekan. 1/3 nisbatda. Deb bergan x 3x bo'lib keladi shundayda. Bizdan so'rayaptiki, a ni ds ga nisbati nimaga teng deyapti. A mana buni, ds mana bunga nisbat. Ya'ni mana buni n, mana buni m desam, endi m ga nisbati so'ralyapti. Bu nima qilamiz? Diqqat bilan qarang. Mana bu mediana. Mana bu bisektrisa. Bizlar bu ikkovi nisbatini so'rayapti. Tak. Bu qaraysiz. Mana to'liq A tarafini A3 qarshisi bo'lgach, mana to'liq A bo'ladimi? Mana S qarshisi bo'lgach, mana taraf to'liq S bo'ladimi? Nima degan tushundingmi? Endi qaranglar. Mana bisektrisa. Bisektrisaning asosiy xossasidan foydalanamiz bolalar. Qanday bo'ladi? Qara. S'ni mana uchburchak, katta uchburchak bo'yicha. Mana katta uchburchakda ham shu bisektrisa o'tgan-ku. S'ni A ga nisbati, N ga nisbati. Bizlar shuni so'rayapti. O'zi tushundingmi menimcha? Endi qayta aytaman, mana uchburchak turibdi. Shu uchburchak uchun mana bisektrisa-ku. Bu mana tomonlar. Shuning uchun bunga nisbat S'ni A ga nisbatan o'z keladi. Keyingi holat, keyingi nazariya, ikkinchi nazariya. Mana bu yerda uchburchak ko'ryapsizlarmi, ko'rmayapsizlarmi? Ko'ryapsizlar shu yerda. Shu uchburchak uchun ham mana bu chiziq bisektrisa bo'lib boryapti baribir. Bu yerda ham bisektrisacha bor. Mana bu mediana chizig'i bo'lgach to'liq A bo'lsa, mana bu yergacha bo'lgan masofa A taqsim 2 bo'ladi. Mana shu uchburchak uchun. S'ni A taqsim 2 bor, mana bu uchburchak bilan. Bisektrisa. S'ni A taqsim 2 ga nisbati S'ni bunga nisbat qilganmiz. 3x x ga nisbati. Shuniga mana asosiy kasr chizig'i bo'lgach, pastdagi yuqori sakrab chiqib qoladi. Ya'ni ikkitasi S taqsim A barobar 3 bo'ladi. To'g'rimi? Shu yerdan S taqsim A ni topsak nima bo'ladi? S taqsim A barobar mana 2 ko'payib turibdi-ku.
Yo'qa bo'linib o'tsa 3 bo'lingan 2, ya'ni ishtasi 2 bo'ladi. Bu demak, bizlardan ya'ni nimaga nisbat so'ralyapti? Nimaga nisbati degani ishtasi nima degani? Ishtasi nima degani? Ishtasi 2 degani. Demak, javobimiz nimaga teng ekan? Javob nitaqsimimiz 3 ekan. Necha tushundik, to'g'rimi? Xo'sh, 5-savol. Rasm chizaylik qani. Tak. Beda. Benim yukarıda o şekilde savol ekanda. Beda yukarı A mana bersa, yana balandek chiribdi. bir kechga f. Endi A F 5 bo'lsa, F I 4 bo'lsa deyapti. Mana bu yerda 5 deb ko'rsatyapti. Mana bu yerda 4 deb ko'rsatyapti. F I 4. I ise 6 deyapti. Bizlardan so'rayaptiki, DS'ni A D'ga nisbat. Misol uchun mana M desa, M'da N'ga nisbatini so'rayapti ekan bizlar. Chappasini so'rayapti. Chunki mana balandlik. Bo'ldi. Mana bu sektrisa deyilgan. Mana bu sektrisa ekan. Bo'ldi, mana emas. Qaranglar. Xo'sh. Bir altı olsa. Mana bu necha? 9. Şöyle bitta Pifagorni mana buni topib qo'ysak bo'ladimi? Men bitta tenglik bo'ladi-da. Bo'ladi shunaqasi. Xo'sh, ya'ni bunday demoqchimanda n birinchi ketdagi, birinchi holat ketdik. Mana bu 9. 9 ning kvadrati 81. Mana bu kvadrati necha? 36 teng n plus m ning qavs kvadrati. Demak, shunda mana ikon n plus m ning qavs kvadrati barobar ikoni qo'shsak 7, 127 bo'lar ekanmi? 117 bo'ladi. 117. To'g'ri. Demak, endi o'zida 117 n plus m va ikon yig'isi 117. Endi nima qilaman? Qaraylik. Ikkinchi nazariya. Mana bu yerdagi to'liq mana bu misol uchun mana taraf A 3 bo'lgach A taraf bo'lsa, mana bu A minus 6 bo'ladimi? To'g'rimi? A minus 6. Mana taraf S taraf. Endi qarang, mana shu yerda tenglik olaman-da hozir. Endi ham xolos endi Pifagor olsak bo'ladi. Tengliklar tuzib qandaydir bir holatga olib kelishimiz kerak-da, qarang. S ni mana bunga nisbati, ya'ni S ni A minus 6 ga nisbati, shuni chappa nisbati deydi, bunaqasi bo'ladi. A minus 6 ga nisbati qilsa bo'ladi. Shu qulayroq bo'ladi bizga. Buni bunga nisbat 4 ta 5 ga nisbati. Keyingisi, bunday mana bu kerak emas ekan bizlarga. Nima uchun? 3-holat, men o'chirib tashlayman hozir. Nima uchun? To'liq A'ni A ni S ga nisbati n taqsim m deydi uzr. Buni bunga nisbatan m ni n ga nisbati bo'ladi. Ama shunda bisiktrisaga ham shuni xosasi. Buni bunga nisbat, buni bunga nisbat. Katta A ni S ga nisbat, m ni n ga nisbat. Endi men xo'p, bu yerda A bilan S ni yakka topib olsam bo'ldi-da. Yakka topish uchun men nima qilaman? Qaranglar, mana bu o'chirib tashlash sabab bo'lar ekan. Birinchi holat bu kerak emas ekan bizlarga. Ortiqcha ekan. Shuning uchun men mana buni 1 deymandagi, mana buni ikkinchi holat nazariyada berdim. Uchinchi holat nima qilmoqchiman? Uchinchi holat mana shunaqasiga Pifagor olamiz. Bitta tenglik hosil qilish uchun. Tushundingmi? Demak, aşağı Pifagor ketdik. Mana necha 9. 9 ning kvadrati 81 bo'ladi, to'g'rimi? 81. Mana bu nimaga teng? A minus 6 ning kvadrati teng S kvadrat. To'g'rimi? Mana bu teng S kvadrat. Mana Pifagor topdik-ku. Va bo'ldi, bizlarda mana bog'lanish bor. Mana A minus 6 ni topsak nima bo'ladi? A minus 6. Mana bu.
Mana minus 6 topsak 4 taqsim 5 s bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu s bu yerda bo'limni ko'payib bo'lsa. Mana buni o'rniga shuni olib qo'yaman. 81 plus mana buni o'rniga 4 taqsim mana buni olib qo'ysam kvadrat ko'tarilsa 16 taqsim 25 s kvadrat teng s kvadrat. Tushunaymi? Bo'ldi. Endi umumiy mahraj berib tashlab olaman. Hammasi 25. Mana 25 ko'paytiraman. 81 kare 25 16 ta s kvadrat. Bunga 25 ko'paysa 25 ta s kvadrat. Bu yoqqa o'tsa 9 ta s kvadrat bo'ladimi? Ayriladi-da. 9 ta s kvadrat teng 81 kare 25. 9 9 ga urib bersak s kvadrat teng 9 kare 25. Mana kvadrat yoqqa ildız bo'lib tushsa, s teng necha bo'lib qoladi? Bundan 3, bundan 5, 3 kare 5 15 chiqdi. A'mizni qiymatichi. Baga 15 qo'ysak, 15 bilan 5 qisqarsa 3, 3 kare 4 12. Mana bu 6 nariyoqqa o'tsa, 12 ga 6 qo'ysak 18 bo'ladi. A'miz 18. Bu demak, 4-holatga keldik. 4-holat bizlarga umumiy javob deydi. Mana nega nisbatini so'rayapti? M taqsimni A'miz 18, S'miz 15 chiqdi. 3 ga qisqartirsak 6 taqsim 5. 6 bo'lingan 5 degan javob belgilab ketaverasiz. Shuniga menimcha, marhamat doskani ko'chirib olamiz. Xo'p, 6 savolni ko'ramiz. 6 savolda bunday deyapti bolalar. Qaraymiz. Qanday? A, B, S uchburchakning B burchagining tashqi bisektrissiyasi A burchagining ichki bisektrissiyasi kesishgan nuqta D nuqtada deyapti. Va savolda A, D, S mana bu burchak haqida gapiryapman. A, S, D deyilgan endi. Mana shu burchak esa noto'g'ri gapiribman-ku. A, D, S ekan. Noto'g'ri belgilab qo'yibman. A, D, S mana bu burchak. Uzr. Men bu burchaklar yaxshi qaytadan o'qibmiz. Bu burchak haqida emas ekan. A, D, S, ya'ni mana bu burchak haqida gap ketyapti. 40 gradusga teng. 40 gradus teng bo'lsa, ABC, ya'ni yuqoridagi bu bitta burchakni topib bering deyapti. Bo'ldi, bitta burchakni topishga harakat qilamiz. Diqqat bilan qaraylik, qanday topamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana bu ham bisektrissiya, bu ham tashqi burchak bisektrissiyasi. Chunki bitta narsani doimiy saviyada tutinglar. Mana tashqi bisektrissiya, mana ichki bisektrissiya kesishgan nuqta deyapti. Va qo'shimchasiga A, D, S deb turib yana kesishtiryapti. Bular bitta nuqtada qachon kesishadi? Tashqi burchaklar va ichki bisektrissiya, tashqi bisektrissiya va ichki bisektrissiya doim bitta nuqtada kesishadigan qoida bor-da. Shuncha qisqasi mana bu bisektrissiya bo'lib beradi. Tashqisini faqat. Diqqat, mana burchakni men gamma desam, esmagachi. Mana bu yerdagi burchaklar gamma shtrix taqsim 2, gamma shtrix taqsim 2. Nima uchun unaqa? Bilasizlarki, biz gapirganmiz. Ichki burchakni gamma desak, shunga tashqi burchak gamma shtrix deb olinadi, esingizda bo'lsa. To'g'ri, tashqi burchak shtrix bilan olinadi-ku. Misol uchun mana bu alfa taqsim gamma qo'yib qo'yibsiz-ku. Alfa taqsim 2, mana bu ham alfa taqsim 2. Bir betta bo'lsa mana nima bo'ladi? Betta shtrix taqsim 2, betta shtrix taqsim 2 bo'ladi. Ana ki, yuqoridagi burchak 40 gradus. Xo'sh, endi bizlarda diqqat bilan endi e'tibor beramiz. Bunday narsa bor-da. Hozir bizlar bettani so'rayapti. Bettani topish uchun nima qilaman? Diqqat bilan qaranglar. Mana bu betta shtrix taqsim 2 bilan gamma shtrix taqsim 2 mana 2 va mana bu burchak necha bo'lar ekan endi mana bunisi? Bilmaymiz, 40 bo'lsa birinchiligini bilmaymiz, to'g'rimi? Yoki men buni o'chirib tashlayman, bu kerak bo'lsa. Diqqat, mana bu yerda 3 burchak ko'ryapsizlarmi sizlar? Mana ikkita burchak yig'indisi, 3-burchakning tashqi burchagi mana yerga teng. Shuni olamanda, mana bu yerda 3 burchak to'g'rilab beraman. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi. Demak, alfa taqsim 2 plus gamma mana yerga teng. Mana ikkov yig'indisi bunga teng. Va yana qo'shaman gamma shtrix taqsim 2 va qo'shaman 40 gradusni. Shunda endi hammasi necha gradus beradi? 180 gradus beradi. Endi bo'ldi, bunday qilsak. Umumiy mahrajni tashlab olsak. Yoki alfa shtrix bilan gamma shtrix to'xtaydi, nimaga bunday buncha muammo qilyapmiz. Bizda yana bunday qoida ham bor-ku. Alfa mana gamma bilan
gamma shtrixni yig'indisi 180 gradus degan qoida ham bor-ku. To'g'rimi? Shu yerdan gamma shtrixni topsam, yuqoriga qo'ysam, gamma shtrix topsak 180 gradus ayrilgan gamma bo'ladi, to'g'rimi? Yuqoriga qo'yaversak mana bu yerga. Ya'ni alfa taqsim 2 plus gamma, mana bu o'rniga nima qo'ysam bo'ladi? Xo'sh, 180 minus gamma taqsim 2 qo'yaversak. Teng 140 gradus. Endi umumiy mahraj deb tashlayveraylik borsa. Demak, alfa plus 2 ta gamma plus 180 gradus minus gamma teng 280 gradus. To'g'rimi? Alfa plus gamma, alfa bundan esa gamma bo'ladi. Teng 180 yaqinsa adashmasam 100 gradus. Tushunayapsiz? Alfa bilan gammani yig'indisi 100 gradus chiqib ketdi. Bu juda zo'r. Bo'ldi, bu yerda kelib chiqdi. Mana burchak to'liq alfa. Mana biri gamma. Ichidagi burchak beta. Shularni yig'indisi nimaga teng? 3 burchak-ku. 180 gradusga teng bo'lasan. Alfa, beta, gamma yig'indisi. To'g'rimi? Mana bu to'liq alfa, mana gamma, beta, beta. Endi mana bunga 100 qo'ysak, beta qolib ketsa, va o'z bizlarga konkret betadan so'ragan, javob 80 gradus ko'ramiz bo'ladi. Qalay tushundik? Tushundiga menimcha bo'ldi. Mana shunaqa bo'ladi. Baravar doskani ko'chirib olaylik. Hali joy bor ekan, pastdan ko'ramiz. Qarang, 8-misol. 8-misolni ko'ramiz. 8 nima deydi? Agar teng yo'l uchburchakning yon tomoniga o'tkazilgan bisektrisatsiya va asos orasidagi burchakning tanginisi shunga teng bo'lsa, uning ichidagi burchak sinusini toping deyapti. Yaxshi. 8-savolda nima debdi? Qaranglar, shatrda o'qib chiqdik. Quyidagicha debdi. Agar teng yo'l uchburchakning yon tomoniga, teng yo'l uchburchak ekan, o'tkazilgan bisektrisatsiya teng yo'l bisektrisatsiya mana bu yerda burchakning ikki bo'ladi, bilasizlar, bisektrisatsiya teng yo'lga qo'yib qo'ying. Va asos orasidagi burchakning tanginisi bisektrisatsiya va asos orasidagi burchak mana bu. Misol uchun mana buni A3 desam, mana buni B3 desam, mana buni C3 desam. Misol uchun mana bu nima bo'ladi? Alfa taqsim 2 mi? Bisektrisatsiya chiqqancha alfa taqsim 2 bo'lib keladi-ku. O'sha bisektrisatsiya bilan asos orasidagi burchak mana bu-da. O'shaning tanginisi deyapti. Nechiga teng deyapti? 1/3 ga teng deyapti. Uning uchidagi burchagining sinusini toping deyapti. Mana burchak beta-ku. Sinus beta nimaga teng deyapti. Bu muammo emas. Teng olib deyilganligi uchun mana bu yerdagi burchak alfa bo'ladi. Bir alfa taqsim 2 bo'lsa, bir alfa taqsim 2 bo'lsa, 2 yig'ilib alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladi. Teng olib bo'lsa, ikki yon taraf bir xil bo'ladi-ku. To'g'rimi? Endi bizda qoida bormi? Ikkita alfa plus beta teng 180 gradus degan. Bir alfa bo'lsa, bir ham alfa ekan. Shunda bit burchak beta, 2 beta. Endi shunda 2 alfani topsam nima bo'ladi? 180 gradus ayrilgan beta bo'ladi. Tushundiga? Endi tangens berilganligi uchun bizga ikki tarafda tangens bersak. Tangens 2 alfa barobar tangens 180 gradus minus beta dersak bo'ladi, to'g'rimi? 180 minus ya'ni p minus beta bu keltirish formulasini olib kelsak bo'ladi shu yerda. Tangens 2 alfa turaveradi. Keltirish formulasiga asosan p minus 2 chorakkacha, 2 chorak tangens ishorasi manfiy bo'lgani uchun minus tangens betaga o'giriladi. Tangens betadan shundan topsak nima bo'ladi? Tangens betamizning qiymati teng ekan minus 2 ta tangens 2 alfaga. Tangens 2 alfani topsak bo'ldi. Tangens 2 alfani qanday topamiz? Mana ma'lumot bizga berilmagan-ku. Bekaraga, to'g'rimi? Bizda birinchi tangens 2 alfani topish uchun birinchi tangens alfani topaman. Tangens alfa degani nima degani? 2 tangens alfa taqsim 2 taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa taqsim 2. Ya'ni yarim burchak, ikkilangan burchak formulasi bor. Misol uchun tangens 2 alfamiz 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa formulamiz. Alfa taqsim 2 bo'lgan, alfa desak alfa taqsim 2 dan keladi. 2 alfa bo'lsa alfa alfa bo'lib keladi. Shunaqa formulamiz bor-da. Endi tangens alfani mana shuga yozib ketamiz. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Teng 2 taqsim 3 1 minus, mana yerga hozir 1 taqsim 3 qo'ysak, 2 taqsim 3 bo'ladi-da. Mana yerga 1 taqsim 3 qo'ysak, kvadratga ko'tarib qo'ysak, 1 taqsim 9 bo'ladi. Demak, 2 taqsim 3 ni bo'lamiz.
8 taqsim 9 ga bitta chapga aylantirsak, qisqartirsak 3 taqsim 4 bo'lib qolar ekan. To'g'rimi? Tangens alfamiz 3 taqsim 4 ekan. Bizga tangens 2 alfa kerak bo'ldi. Tangens 2 alfa nimaga teng? 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfaga teng edi istaymiz. 2 tangens alfani o'rniga 3 taqsim 4 topdik-ku. 1 minus 9 taqsim 16. 2 o'qis farq bersa 3 taqsim 2 bo'lingan. 16 dan 9 aytsak 7 bo'ladimi? Ya'ni 7 taqsim 16. Chapga aylansa tangens 2 alfamiz teng ekan. Nechiga? 8 kira 3 24 taqsim 7 ta teng bo'lar ekan. Tangens 2 alfa kelib chiqdi. Demak, bizlarga tangens beta nimaga teng bo'lib qoldi shunday deb. Minus 24 taqsim 7 ga teng bo'ldi. Tangens beta degani nima degan? Uchida burchakning tangens kelib chiqdi. Lekin uchida burchak tangens emas, bizlarda sinus so'ralyapti. Uchidagi burchakning sinusini qanday tartibda topaman? Endi tangensni sinusga bog'liqlik ayniyatidan foydalanaman. Bo'lmasa chiqara olmaymiz. Tangens sinusga bog'liqlik formulasi qanaqa edi? Xo'sh. Tangens betamiz nimaga teng? Managa teng. Ikkita bitta kvadrat ko'tarsak nima bo'ladi? Tangens kvadrat beta teng 24 kvadrat 576 taqsim 49 bo'ladimi? Tangens betani men sinus taqsim kosinus deganiku. Sinus beta taqsim kosinus beta deb yozib olsak, kosinus kvadrat betani 1 minus sinus kvadrat beta deb yozib ketaman birdan. Shu 576 taqsim 49 bo'ladi. Umumiy mahraj berib, shuni sinus betani topib olamiz. Umumiy mahrajni tashlab olamiz. Shunga bunga 49 ta keladi. 49 ta sinus kvadrat beta teng 576 ayrilgan 576 sinus kvadrat beta. Mana har biriga ko'payib keladi. Mana bu yoqqa plyus o'tadi. 49 ga 576 ni qo'shsak necha bo'ladi? Tak. 9 ga 6 ni qo'shsak 15 baradirda. Xo'p, 11 12 baradirda 625 bo'lar ekan, ha? Sinus kvadrat beta barobar 576. Shundayda sinus kvadrat beta mana shu yerga yozaylik-da. Sinus kvadrat beta nimaga teng chiqdi? 576 taqsim 620 ni ko'paytirib qo'ying. 24 taqsim 25. Demak, sinus betamiz 24 taqsim 25 plus minusdan beradi. Mana endi javobiga qaraylikchi, plusmikan? Hamma javobi plusdan turibdi. Shuncha variant topib ketaveramiz. Agar minus javobi ham bo'lganda edi, bu yerda fikr yuritib ko'rardik. Mana burchak o'tganmikan, o'tmasmikan degan. Hozircha minus javob bo'lmaganicha fikrlab o'tirmaylik. Shu bo'ldi. Tushundingmi? Marhamat, doskani ko'chirib olamiz. Xo'p, 12-chi savol. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 8 va 6 ga teng kelgan. Pifagor sonlariga to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu hipotenuzani avtomatik o'ldirib ketsak bo'ladi, to'g'rimi? Bizlarga aytmasak. Endi bizlarga aytayaptiki, to'g'ri burchakning bisektrissiyasi deyapti. To'g'ri burchakdan chiqqan bisektrissiya asosidan uning katetlarigacha bo'lgan masofalarni toping deyapti. Masofa degani balandlik degani. Gapirdik, balandlik tushiramiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning hipotenuzasidan tushirilgan bisektrissiya uchidan katetlarigacha bo'lgan masofalardir. Mana shuni tushunaylik. Boshqa hozir bu yerda boshqa mantiq ko'rmayapman bu masaladan. Endi diqqat, bu yerda h1 bilan h2 bir-biriga teng bu yerda. Qaydan bilyapmiz? Buni bisektrissiya deyilgan. Bisektrissiya desa mana necha gradus chiqadi? 45 mi? Bu ham 45 bo'lib chiqadimi? 45 gradus bo'lib chiqsa, diqqat bilan gapni eshitinglar. 45 bo'lib chiqqan bo'lsa. Endi 45 gradus bo'lsa, mana bu ham 45 bo'ladi bolalar. 90 gradus burchak, bitta burchak 45 bo'lsa ham 45. Demak, mana bu h1 bo'lsa, h2 bo'lsa, mana bu ham h2 bo'lishga majbur. 90, 45. Mana ham 45 bo'lib berishga majburmi? Demak, 45 ga 45 90. Demak, bu yerda kvadrat hosil bo'lyapti. Bu yerda h1 bilan mana h2 bir-biriga teng. Ya'ni bu yerda umumiy holatda h1, h2 demasdan, buni umumiy o'chirib tashlab, birato'la qanaqadir n harfi bilan belgilab qo'ysam bo'lar ekan. Demak, bu n bo'lsa, mana bu ham n. Bizdan 2n so'rayapti. Masofalar topib katetlarigacha bo'lgan masofalar deyapti-ku, demak, neni 2n so'ralyapti. Neni topib olishim kerak? Neni topib olish uchun nima qilaman? Bir ne bo'lsa, mana bu ham ne bo'ladi? Mana shundan bitta Pifagor bo'lsa, mana bisektrissiya kelib chiqadi. Bisektrissiya uzunligini topsam bo'ladi ekan. Bisektrissiya uzunligini topsam, mana bisektrissiya ayirib qo'yaylik. Ketdik. N kvadrat teng L kvadrat. L kvadrat teng 2 ta N kvadrat. L teng ildizosida 2 ta N mi? To'g'rimi?
Şurada endi topib etgan bo'lsak nima bo'ladi? L ta'sir nizosi 2 bo'ladi. Ko'paytma bo'lib o'tadi. L da topish muammo emas. L mana formula bor masalan. 2AB orasidagi burchak kosinus gamma ta'sir 2si ta'sir A plus B degan formula bormi? Shunday esa qulayroq chiqadi. Hozir 2 ya'ni 2 chet ko'paytmasi 6 kare 8. Orasidagi burchak kosinus mana 90 gradusda yarmi 45 gradus bo'lib keladi. Taqsim A plus B ya'ni 6 ga 8 qo'shiladi. Teng. Xo'sh, 2 ko'paytirilgan 6 kare 8 48 bo'lib turaveradi. 45 gradus nizosi 2 ta'sim 2 ga jadval qiymati. 2 ni qo'shsak 14 bo'ladi. Mana bu 2 ketsa va mana bu 2 ga qisqartirib yorsak, elde qiymati necha bo'ladi? Tepada 24 nizosida 2 taqsim 7 bo'ladi. Tushunaymi? Ana endi qiymatini topaman. Endi qiymati L'imiz nima chiqdi? 24 nizosida 2 taqsim 7 chiqdi. Uni nechaga bo'lish kerak? Mana bunga. 2 ketasiz. Shu yerdan javob nima edi? 2 n'midi? 2 endi uniga 24 taqsim 7 qo'ysak, necha bo'ladi hozir mana bu? 48 taqsim 7. Bu degani 6 butun 6 taqsim 7 degan. Adashmasam? Shunaqa 6 taqsim 7 degan javob bormi yo'qmi? Sevaretga mos kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, 13-savolimizni bergan menimcha siqtira olmasak kerak. Doskatni ko'chirib olsadan keyingi doskaga ketamiz. 13-savol ko'ramiz. 13-savolimizda nima deyapti? Mana bunday. 13. B S D X 9 8 Bu yerda mana bu tashqi burchak deyapti-da. Ular bu tashqi burchak xossasini gapirib beruvdik-da o'zida. Shu misol uchun ichki burchak bisektrisa xossasi bor, tashqi burchakniki bor. Misol uchun ichki burchak bo'lsa qanday edi? Ichki burchak bisektrisasi bo'lsa, misol uchun mana x y bo'lsa, mana bu a bo'lsa, buni bunga nisbati, buni bunga nisbati. Eslaringda bormi? Shunaqa nisbat qiladi. Bu yerda tashqaridan bisektrisaga, mana e'tibor bering, bu tashqaridan kelayotgan bo'lsa, bu ichkaridan kelsa bu bo'laydi. X y ga a ni b ga. Mana tashqaridan kelsa bisektrisa, uni xossasi ham bor. Biz uni gapirdik. Mana burchak qanaqa, managacha bo'lgan masofa y masofasi ketdi qaranglar. 9 da to'liq mana bunga nisbati, 8 da bunga nisbati topamiz. Bu tugan. 12 ni shartlayamiz ekan, oxirroqda mencha ishlatsak kerak edi. Ketdik qaranglar. 9 da nimaga nisbati? Mana bunga nisbati, ya'ni x plus y ga nisbati. Dek 8 da x ga nisbati. Bunday. Tushunarlimi? Bu endi shurdan mahrajni tashlayversak nima bo'ladi? Mahrajni tashlayversak 9x yoqqa keladi. Bu yoqqacha 8 ta x, 8 ta y. Bu tarafga o'tsa x teng 8 y degan xossaga kelamiz. To'g'ri? Jarayonga kelamiz. X o'rniga 8 y qo'yib bersak bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi formatga qo'shib, menga x top degan, x topish uchun boshqa nima yo'q, holat yo'q. Bitta mana bu yerda burchakni alfa a bo'lgani uchun. Alfa teng deb kosinuslar teoremasida shu x topishga harakat qilamiz. Ketdik. Alfa tengmanda mana yerda 3 burchak turibdi, to'g'rimi? Mana bu to'liq masofa necha bo'ladi? 9 y bo'ladi. Bir y bo'lsa, mana x o'rniga 8 y qo'yishim mumkin deb keldik-ku. 8 y 9 y ber. Mana y. Mana bu yerda kosinuslar teoremasi olamiz. 8 kvadrat 64. Ba'zi kvadrat teng y kvadrat plusdan 9 kvadrat 81 minusdan xo'sh, bu 2 ko'paytmas. 9 y orasida burchak kosinus alfasi. 64 teng y kvadrat plusdan 81 minusdan 18 da y kosinus alfa. Bu birinchi tenglik bo'ldi. Ikkinchi tenglikchi. Endi mana qarasa katta uch burchak bo'yicha qarayman. Bekaraga mana berilmaganda 12. Buni ham ishlash kerak. To'g'rimi? 12 ni ham ishlatamiz. Necha bo'ladi bu? 144 barobar. Mana buning kvadrati 81 ta y kvadrat plus narigining kvadrati 81
minusdan 2'ni ko'paytirmasinin ikkilangani. To'g'rimi? 89 y ga 9'u ko'paytirsak 81, 2 ga ko'paytirsak 162 ta y kosinus alfa. Bu ikkinchi tenglik. Endi uchinchi holat. Birinchi tenglikdan chiqqan javob bilan ikkinchi tenglikdan chiqqan mana bu javobni mana shu javobni nima qilamiz? Sistema qilamiz. Bu yerda uni y kosinusni yo'qotib olishimiz kerak edi, bir chekka bog'lanmaslik kerak. Ya biz y topsak bo'ldi-da hozir bu yerda. Kosinusni yo'qotib olish uchun buni ortalarni birini qiymat qilish kerak. 162 ga chiqarish mana necha ko'paytirish kerak? 18 karra necha 162 deb o'ylaysizlar? Ha? 9 a. Mana shu qatorga to'liq 9 ko'paytirib olaman boshdan. 64 karra 9 necha bo'ladi? 8 karra 20 576 bo'ladi. Teng 9 ta y kvadrat 729 162 ta y kosinus alfa. Pastsa 144 81 ta y kvadrat 81 minus 162 ta y kosinus alfa. Tepada pastda bitta y beray, o'zi bir xil ishora bo'lsa ayrilak. To'g'ri? Bir xil ishora bo'lgancha ayiraman. Ketdik qaranglar. Bunda buni ayiraman. 6 dan 4 ta ayirtasak 2 3 4 teng 9 dan buni ayirtasak minusdan 72 ta y kvadrat. Bunda buni ayiramiz. Plus keladi, lekin bu ayiryapsiz-ku. 9 dan buni ayirtasak 8 4 648. Endi bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. 72 ta y kvadrat barobar 648 dan 432 ni ayirib tashlaymiz. 72 ta y kvadrat barobar necha bo'ladi mana bu? 6 1 216 ekan. 216 ni nechaga bo'lib beramiz? 72 ga bo'lsak y kvadrat necha bo'ladi? 3 bo'ladi, ravno haqiqatan. Y teng necha ekan? 3 ekan. Bizga y emas x kerak. X topayotgan bo'lsak 8 3 bo'lmaydi. Tushunaymi? Sevaratga mos keladi. Marhamat, doskalarni ko'chirib olasizlar. Tahlilimiz yakunlangan bo'ladi. Savollar menimcha hech kimda yo'q va boshqa. Hozir tahlilimizni tugatamiz. Darsimiz yakunlanadi.